Urush davomida ba'zi ma'lumotlarga ko'ra Rossiya har kuni $100 million sarflamoqda. Biroq bu safar Rossiya qo'shinlari uchun eng katta muammo pul emas, balki suv bo'ldi. Belgoroddagi to'g'on suvni omborda ushlab turishi kerak edi. Ukraina esa buni zaif nuqta deb baholadi. Reja oddiy edi: to'g'onga zarba berish va suvni Rossiya tomoniga qarshi qurolga aylantirish. Aynan shunday ham bo'ldi. Dronlar zarbasidan keyin to'g'onga jiddiy shikast yetdi va suv toshqini Rossiya uchun yangi muammolarni keltirib chiqardi. 20-iyul kuni People Belgorod Telegram kanali Ukraina Belgorod viloyatining Shebekina tumanidagi to'g'onga kuchli zarba berganini xabar qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, zarba 19-iyul kuni amalga oshirilgan. Bu bilan hujumlar tugamadi. Kanalning yozishicha, Ukraina dronlari to'g'onning o'ziga, uni ta'mirlashga kelgan texnika va xodimlarga ham hujum qilishda davom etmoqda. Demak, maqsad faqat to'g'onni shikastlash emas, balki uni tiklash imkonini ham yo'q qilishdir. Ukraina suv oqimining to'xtamasligini istamoqda. Bu esa Rossiya uchun tobora jiddiy muammoga aylanmoqda. Meduza ma'lumotiga ko'ra, taxminan 30 metrlik suv chiqarish inshooti dron zarbasida vayron bo'lgan. Natijada suv katta tezlikda oqib chiqmoqda. Bunday inshootlar suv omboridagi ortiqcha suvni xavfsiz chiqarish uchun xizmat qiladi. Asosiy vazifa suv oqimini nazorat qilish. Endi esa to'g'on bu imkoniyatdan mahrum bo'lgan. Bundan tashqari, Ukraina to'g'on tepasidan o'tuvchi yo'lga ham aniq zarba bergan. Buning o'zi toshqinga sabab bo'lmaydi. Biroq ta'mirlash guruhlarining vayron bo'lgan qismga yetib borishni ancha qiyinlashtirdi. To'g'onning yuqori qismi juda tor bo'lgani uchun bu ish yanada mushkullashadi. 21-iyul kungi AA xabariga ko'ra, keyingi dron zarbalari ham to'g'onga qo'shimcha zarar yetkazgan. Gidrotexnik uskunalar ham nishonga olingan. Bu esa nazораtsiz suv chiqishini yanada kuchaytirgan. Belgorodda xavf haqida ogohlantirishlar berilmoqda. Mahalliy hokimiyat yana hujumlar davom etsa, to'g'onda yanada yirik yorilish sodir bo'lishi mumkinligini ma'lum qildi. Bu holat bir necha aholi punktlarini suv bosishi va minglab odamlarni evakuatsiya qilishga olib kelishi mumkin. Bu jarayonlar